Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi, tinchmisizlar? Xo'sh, akalar, ozroq ehsonli yordam qiladigan joyimiz bor. Kim qo'lidan kelsa, kim nech pul yordam qiladi, ko'ringlar. Yordam qilmasalaring akalar hech kim sizlarni taniga qo'ymaydi, boshqa narsa qilmaydi. Videoni tanish bilishlarga jo'natinglar. Ehsonga xudo xolisa sherik bo'lib qolsa yaxshi. Akami ayollari, o'zimiz tanish akani ayollari ozroq jigar sirroz bo'lib qoptilar. O'zi oxiriga yetib qoldilar, debdilar. Iloj bo'lsa saqlab qolish niyatdamiz, ukajon. Borimni sotdim, qilyapman qo'limdan kelgancha. Yetmagani uchun sangal iltimos qilyapman dedilar. Mana ko'rasizlar, isbotlari bilan, rasmlar bilan hammasi turibdi. Mana doktor Sobirovda davolanyaptilar. Akam hozir qo'lidan kelgancha yordam qilyaptilar. Ko'ringlar, kimga yordam kerak, mana shunaqa yordam kerak bo'lyapti bizga. Kimni qo'lidan kelsa, 1000 so'mmi, 10 mingmi kartalarga tashlab beringlar akalar. Sizlardan iltimosimiz shu. Bitta jonda asrab qolsanglar, xudo xolasa ancha savobda qolamiz. Xo'sh, 56 14 68 20 23 65 71 35 raqamlariga kartalarga tashlayverasizlar. Xo'sh, Mamatqulova Ozod opa Umirovna deb chiqadilar. Urinovda mana shunaqa chiqadilar. 91 942 67 77 ga telefon qilib qolgan podrobnoslarni so'rasalaring bo'ladi. Bitta iltimos akalar, xudo xolasa yaxshilikda ehsonni mukofoti ehson deymiz-ku. Xudo xolasa qo'llaringdan kelgancha yordam bo'lsa qilinglar. Charchamanglar, sog' bo'linglar.